Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda Naskiga skidka bo'lgan ekan. Talpani qarang izohli ushbu video lavhalar tarqaldi. Hozircha holat Andijonda bo'lganligi aytilmoqda, ammo bu haqida rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Yo'lda klientlarimizni kiruvi, mana 12 minglarimiz sotuvlari ichiga aralashtirib yuborganmiz buni qizlar. Klientlar olishni boshladi o'zi qizlar. Hammasi shu yerdagi hammasi 12 ming so'mdan qizlar. Muhim yangiliklarni birinchi bilishni istaysizmi? Unda kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Klientlar Allohga shukr juda ham ko'p. Hammanglarning kelganinglarga rahmat. Hammasi 12 ming so'mdan. Qoplashni boshlashdi klientlarimiz. Soni chereshur ko'p. Soat 8 gacha kelaveringlar. O'tda ham ko'p tovarlarimiz.